Agar sizda qorinni pastki qismi kattalashib ketayotgan bo'lsa, shirinlikdan o'zingizni umuman tiyolmayotgan bo'lsangiz, kechqurun tez uyg'onib, uyqu sifati pasayib ketayotgan bo'lsa, uyqudan uyg'onganda ham charchab uyg'onsangiz, juda ham asabiylashib ketayotgan bo'lsangiz, yuzingizda, qo'lingizda, oyog'ingizda shish paydo bo'layotgan bo'lsa, sizda aniq kortizol gormoni yuqori. Uni uy sharoitida oson tushirishning 3 ta yo'li bor. Birinchisi bu nafas mashqi. 4 sekund mobaynida chuqur nafas olasiz, 7 sekund mobaynida nafasni o'pkada ushlab turasiz, 8 sekund mobaynida u nafasni sekinlik bilan chiqarasiz. Har kun 3 mahal 5 minutda mana shu mashqni bajarasiz. Ikkinchi qiladigan ishingiz romashkali choy. Har kun kechki ovqatdan 1 soatdan keyin bitta romashkani 1 stakan qaynoq suvga damlab iching. Romashka tanani bo'shashtirib, kortizol gormonini pasaytirishga yordam beradi. Uchinchi qiladigan ishingiz esa har kun uyqudan 1 soat oldin magniy sitratdan qabul qiling. Bu ham kortizolni tabiiy ravishda pasaytirib, stresslarni ketkazishda, uyquni sifatini yaxshilashda ham yordam beradi. Amallab kortizolni tushirdingiz, lekin undan qolgan qorin va tanadagi otyoqlardan qanaqa qilib qutulishni bilolmayapsizmi? Siz uchun ajoyib yechimim bor. Kommentariyada kortizol so'zini yozsangiz, men sizga direktdan yechim yuboraman.